Ko'rgan zahotimdayoq qandaydir g'alati tuyulgandi. Unda umuman la'nat energiyasi yo'q. Ammo unga kuch beradigan samoviy la'nat bor. Zenin Toji. Insonni la'natlangan energiyasi oddiy odam darajasiga tushganini ko'p marta ko'rganman. Lekin u bu dunyodagi la'natlangan energiyasi nolga teng bo'lgan yagona odamdir. Bu yigit. Unda energiya umuman yo'q. Demak, uni osonlikcha yutaman. Rostdanamga yutqazamanmi? Hatto la'nat energiyasi yo'q bo'lgan kichkina odamga-ya. Men qachon tashqariga chiqishga ulgurdim? Aqlga sig'maydigan darajada tez. O'g'risi ko'nadan ham tezroqmi? Bu odam kim bo'ldi o'zi?